Assalomu alaykum. Qashqadaryo Pinabular kanalining obunachilari, xudo xolasa bugun pinabularimizni sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz va pinabulardan uxlaman, imorat qilaman deganlar uchun bu videomiz ularga javob bo'ladi. Bu pinabularimiz kecha ustidan olingan va ortilgan, tagdaglari qolgan. Bularning kachesini qaysi darajada qurganligini ko'rishingiz mumkin va ovozlaridan ham eshitishingiz mumkin. Yopishib qolgan bo'ladi. Ko'pchilik so'raydiki, Qashqadaryo shahar sabzini qayerda bu ishlab chiqarayotgan joylaringiz, sexlaringiz deganda, xo'p, Chiroq tomondan kelishda Hayitko'l qishlog'idan keyin qishloq, xo'p, Yakkabog'dan kelishda Xo'jaolg'or, Qasna qishlog'idan keyin qishloq va shahar sabzini o'zida Tanxas soy qishlog'ida ishlab chiqarilyapti. Bu chiqqan pinabularimiz yangi pinablok. Xo'p, pinabularimizda ko'pchilik biladiki, uylariga dastlab qilib beramiz olgan klientimizga va uzoqlarga ham Qashqadaryo bo'ylab va O'zbekiston bo'ylab ham dastlab qilib beryapmiz keltirilgan holda.